Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun mana shu pirogni tovada tayyorladim. Shunaqangi mazali shokolad ta'mli, sochni, nежный pirogni birga tayyorlashga kirishamiz. Qani ketdik. Bu pirogni faqat bitta joyda tayyorlaymiz, u ham bo'lsa tovada. Bizga kerakli bo'ladigan masalliqlardan ikkita xona haroratida turgan tuxumni chaqib, ustidan sutni quyib, gramovkalarni opisaniyada yozib qoldiraman. Shakar ham ustidan solib, shakarimiz eriguncha yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Shakarimiz erigach, pista yog'idan qo'shamiz. Barcha suyuq masalliqlarni yaxshilab aralashtirib bo'lgach esa 8 gram razrыхлительni qo'shib, yaxshilab aralashtirishni davom ettiramiz. Razrыхлительni un, kakaolar bilan birga solib aralashtirsa ham bo'lardi. Bu yerda men shoshqaloqlik qildim. Ikkita quruq mahsulotlarni elakdan yaxshilab o'tkazib, tovada aralashtirishni davom ettiramiz. Shokoladga o'xshash massa paydo bo'ladi. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Barcha masalliqlarni aralashtirib bo'lgach, xuddi shokolad erigandek ko'rinishga ega bo'ladi. Ekranda ko'rib turganingizdek, barcha masalliqlar aralashmasi tayyor bo'ldi. Mana shokolad ko'rinishga ega bo'ldi. Mana bu yerda eng muhim jarayon. Tavoni, chekkalarni albatta tozalab, yaxshilab artib yuborishingiz kerak bo'ladi va eng minimalni gaz plitani yoqib 30-25 daqiqaga past olovda pishirishga qo'yamiz. Shokolad ta'mga ega bo'lgan pirogimiz pishib chiqquncha biz shokoladni glazur tayyorlaymiz. Bunga bizga shokolad shart emas, shunchaki quyultirilgan sut hamda kakaoni aralashtirib yuborsangiz shundoq chiroyli mazali shokoladli glazur tayyor bo'ladi. Mana 30 daqiqa o'tdi. Endi esa pirogimizni pishganini tekshirib ko'ramiz. Shunchaki barmoqimizni botirib ko'rsak, hech narsa yopishmasligi kerak bo'ladi. Обязательно propitka qilamiz. Xohlasangiz sut, xohlasangiz suvli shakarni qo'shib propitka qilsangiz bo'ladi. Mana yaxshilab hamma joyga yoyib propitka qilib chiqyapman. Ustidan esa shokoladli glazurimizni quyib, yaxshilab yoyib, bir tekislab chiqamiz. Propitka hammasi jipslashishini kutib o'tirmasdan shu zahotiyoq tanovul qilsangiz bo'ladi. Pirogimizni kesib chiqib, ustidan har xil turdagi bezaklar bilan bezatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz kokosovый strushka, xohlasangiz har xil mevani bo'lakchalari. Yana bitta variant, shokoladning qirindisini ham ustidan sepib, chiroyli bezakka ega bo'lishingiz mumkin. Mana bir bo'lagini sizlarga kesib ko'rsataman. Mana shunday qalinlikda, shunaqangi mazali, nежный, ta'mi og'zingizda qolib ketadigan shokolad ta'mga ega bo'lgan pirogimiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rinishini qarang, ichi ham shunaqangi влажный. Xullas, tayyorlab ko'rsangiz hech qachon achinmaysiz. Sahifamga obuna bo'ling va tez orada yana ko'rishguncha xayr.